Bu pingvinni videolari butun internetni portlatib yubordi. Lekin eng qizig'i bu video 2007-yilda Antarktidada olingan oddiy hujjatli filmni bir bo'lagi xolos. 19 yil oldin hech kim e'tibor bermagan Adele pingvini bugungi kunda butun internetni egallab olishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Qahramonimiz boshqa pingvinlarga o'xshamasligi istagi tufayli millionlab insonlarni ilhomlantirdi. Hamma gap uning noodatiy tanlovida. Barcha pingvinlar har kungi hayotni tanlaganida u uzoq va mashaqqatli sarguzashtni tanladi. Va aynan shu qat'iyatligi o'z yo'lida orzusi tomon intilayotgan insonlar uchun ibrat bo'ldi. U nimaga o'z to'dasini tark etib, ozuqa yo'q joylarga talpingani noma'lum. Uni o'z instinkti pan berganmi yoki u haqiqatan ham cho'qqini zavq etmoqchi bo'lganmi? Eng qizig'i, odamlar uni ortga, o'z to'dasiga qaytarishga bir necha marta urindi, lekin u o'z yo'lidan voz kechmadi. Agar ilmiy izohni ilgari suradigan bo'lsak, gap pingvinning instinktida taqalishi mumkin. Masalan, agar u oldin ham shu yo'nalishda harakatlanib omon qolgan bo'lsa, u o'zi uchun shu yo'l to'g'ri va xavfsiz deb belgilab qo'yadi. Pingvin shu yo'nalishda harakatlanganiga yirtqichlar majbur qilgan bo'lishi ham mumkin. Barchamizga ma'lumki, pingvinlar uchun eng katta xavf suvda, ya'ni tyulenlar, qotil kitlar va hokazo. Aynan shuning uchun balandlik ularga ko'proq ko'rish, kamroq yirtqichlar, barobar tirik qolish imkoniyati degani. Ko'p hollarda pingvinlar uyini ham balandroq joylarga quradi. Lekin afsuski, aniq bir nimadir deyish qiyin. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishingizni tavsiya qilamiz.